Olmaliq shahrida, yaxshi lokatsiyada, yaxshi narxda bitta uy topib qo'yganmiz. Qaranglar, lokatsiyani tushuntiraman. Bu tomonda Radgodan kelganlarda katta yo'l yuzida hamroh joylashgan bo'ladi. Hamrohi orqasida joylashgan uyimizni hozir ko'rsatamiz. Ungacha like bosib qo'yinglar. Uyga kirib kelganingizdan keyin mana bu asosiy eshik bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, koridorimiz kattagina holatda. Katta koridorda barcha xonalarga alohida kirib ketsanglar bo'ladi. Hamma sharoitlari mavjud. Uyimiz umumiy remont holati yaxshi holatda. Sanuzul yuvinish xonalari to'pli pol bilan ta'minlangan. Har bitta xonalar laminat qilingan, MDF eshiklar hamda akfa oynalar bilan jihozlangan. Endi xonalarimizga keladigan bo'lsak, birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona, to'rtinchi xona hamda 5-xonaga balkonni ham qo'shsak bo'ladi. Uyimiz 4 xonadan iborat. Barcha sharoitlarga ega, issiq suv, sovuq suv, kommunikatsiyalardan muammolari yo'q. Отопление tizimi yaxshi isitadi. 4 qavatli uyning 4-qavati bo'ladi. 4 xonali uyimiz. Mana shu uyimizni holatini o'zingizlar ko'rdinglar. Uy egalari umumiy hisobda mana shu uyimizga $50,000 so'rashmoqda ekan. Biz mana shu uyni sizlar uchun sodalashgan holatda narxini $45,500 ga tushirib qo'yganmiz. Xohlasanglar mana shu uyni через bank sotib olsanglar ham bo'ladi. Yana bitta plyus tomoni bor. Xohlasanglar barcha jihozlari bilan uyni qanday holatda bo'lsa, shunday holatda sotib olsanglar bo'ladi. Faqat $50,000 ga sotib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar hech narsasi kerak emas desanglar, $45,500 ga sizlar uchun sodalashib qo'yganman. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Uy egalariga to'g'ridan-to'g'ri telefon qilib, bemalol kelishib, kelib uyga ko'rib baraka qilib ketsanglar bo'ladi.